Miyaning hujayralari neyrogimnastik mashg'ulotlar natijasida qanday o'zgarishini bilishni istasangiz, meni diqqat bilan eshiting, kuzatib boring va parallel ravishda mashqlarni men bilan birgalikda bajaring. Bugun 11-kun va bugun mana shu harakat bilan mashqimizni bajaramiz. Biz yangi vazifalarni miyamizga yuklayotganda, masalan, yangi til o'rganayotganimizda, yangi kitob o'qiyotganimizda, yangi harakatlarni amalga oshirayotganimizda, yangi mashqlarni o'zlashtirayotganimizda miya hujayra darajasida o'zgarish xususiyatiga ega. Bu neyroplastiklik xususiyati deyiladi. Ya'ni, masalan, mana bu rasmga qarang. Bu rasmda neyrogimnastik mashg'ulotlar, umuman miyani rivojlantiruvchi mashg'ulotlar bajarilishidan avvalgi neyronlar holati ko'rsatilgan. Mashqimizni biroz o'zgartiramiz mana bu tarzda. Endi ikkinchi rasmga qarang. Biz mashqlarni bajarishni boshladik va 2 haftadan so'ng neyronlar mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi 3-rasmga e'tibor bering. Bu 2 oydan keyingi neyronlarning holati. Ahamiyat bering. Neyron to'rlari ancha quyuqlashgan, murakkablashgan va sezilarli o'zgarish ko'rinyapti. Uchala rasmni bittada ko'rishingiz mumkin. Yaqqol farq seziladi. Mashqni yana murakkablashtiramiz mana bu tarzda. Bu nima degani aziz do'stlar? Biz miyamizga qachonki yangi vazifa bersak, miya shunchaki jim turmaydi. U albatta o'zgarish xususiyatiga ega bo'lgani uchun shu zahotiyoq hujayra darajasida o'zgarishni boshlaydi. Shakliy jihatdan, kimyoviy jihatdan, umuman har qanaqa jihatdan miya o'zgaradi. Ya'ni kechagi miya bugungi miyadan farq qiladi. Bugungi miya ertangi miyadan farq qiladi. Shuning uchun doimo necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar miyangizga yangi vazifalar, yangi yuklamalar berishdan to'xtamang. Mashqimizni yakunlaymiz. Doimo rivojlanishda bo'ling. Agar sizga mana shunday foydali ilmiy ma'lumotlar qiziqarli bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Bugungi mashqni bajarishda qiynalmagan bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini yozishni ham unutmang.